Mamlakatimizda ipakchilik tarmog'ini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda aholi uchun barqaror daromad manbaini yaratish maqsadida O'zbek ipak sanoati uyushmasi tomonidan ipak qurtini sanoat usulida parvarishlash bo'yicha ilk amaliy tajriba muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Tajriba davomida har kuni 3,5 grammdan ipak qurti jonlantirilib, parvarish qilindi. Natijada har kuni keltirilgan ipak qurtlari ma'lum muddat parvarishlangach, pilla o'rash davri yakunlangach, ipak qurtlaridan o'rtacha 10 kilogramm tirik pilla hosili olindi. Olib borilgan hisob-kitoblar va tahlillar mazkur texnologiya asosida sanoat usulida parvarishlash davrida har kuni bir quti ipak qurtidan 55-60 kilogrammgacha sifatli tirik pilla yetishtirish imkoniyati mavjudligini tasdiqladi. Ushbu innovatsion yondashuvning samaradorligini keng jamoatchilik va soha mutaxassislariga yetkazish maqsadida respublikadagi pillani qayta ishlash korxonalari, ipak qurti urug'i tayyorlash korxonalari, ilg'or pillakonlar hamda soha mutaxassislari ishtirokida O'zbek ipak sanoat uyushmasida amaliy seminar tashkil etildi. Seminar davomida ipak qurtini sanoat usulida parvarishlash texnologiyasi, uning o'ziga xos jihatlari, ishlab chiqarish jarayoni va mazkur usulning iqtisodiy hamda amaliy afzalliklari haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Ushbu izlanishlar o'z natijasini bergach, ipak qurtini sanoat usulida parvarishlash tajribasini respublikaning boshqa hududlarida ham joriy etish ishlari boshlandi. Ayni paytda mazkur texnologiya Andijon viloyatida ham amaliyotga tatbiq etilmoqda. Yoz havo harorati 40 darajaga yaqin. Ko'pchilik uchun bu dam olish yoki hosil yig'im terim mavsumi. Ammo pillachilik uchunchi uzoq yillar davomida bir qarash o'zgarmas haqiqatdek qabul qilingan ipak qurtini faqat ma'lum faslda, ma'lum haroratda parvarishlash mumkin. Chunki bu sohada eng katta muammo ozuqa, tubargi sifatini saqlash, ipak qurtining o'sish davrini to'g'ri tashkil etish va yuqori hosil olish har doim tabiatga bog'liq deb qaralgan. Ammo andijonlik pillakonlar bu qarashni amalda qayta yozmoqda. Paxtobod tumanida sinov tariqasida yo'lga qo'yilgan yangi loyiha pillachilikda mavsum tushunchasini o'zgartirishga xizmat qilmoqda. Yangi texnologiyalarni joriy qilyapmiz. Hozir shu Paxtobod tumanimizda shuni respublika bo'yicha sinovdan o'tkazyapmiz. Bu innovatsiya juda bir kam xarajat, kam mehnat, faqat shu ilm bilan yondashish bo'yicha u kam mehnat talab qilib hosildorlikni ko'p qiladigan manba ekan. Paxtobod tumanida 300 gektar yer bo'ladigan bo'lsa, 300 gektarni bir qutidan 300 ta xonadonga berardik buni. 300 ta xonadondan o'rtachasi 30-40 kilodan chiqsa, 100 tonna, 120 tonna pilla oladigan bo'lsak, bu yangi yondashuv bo'yicha 150 quti, 200 qutini bitta xonadonda 30-40 oshib kelsa 60 kvadrat metr joyda yangi har bir kilogrammidan 60 kilodan pilla hosilini olishni tashkil qilyapmiz. Buni eng afzalli taraflari shu 150-200 quti ipak qurtini xolodilnikka +5 gradusga olib kirib qo'ygandan keyin har kuni 2 qutidan inkubatorga olib kiramiz. Jonlangan qurtlarni har kunlik 2 qutidan shu boqish jarayoniga kiraveradi. 27 kunda 27 xil ipak qurti bo'ladi. Oxirida shu bostirgandan keyin har bir kunda 100 kilogrammdan pilla chiqadi. 100 kilogrammdan pillani terib qabul qilib olgandan keyin yangi 2 korobkadan qurt bu yoqdan kiraveradi, 100 kilogrammdan chiqaveradi. Shunda bir kunda 100 kilogramm pilla biz yetishtiradigan bo'lsak, bir oyda 3 tonna pilla yetishtiramiz ekan. Biz bu jarayon hozir martdan boshlab 6 oy, 7 oy davom etyapti. Har bir oyda 3 tonnadan oladigan bo'lsak, 21 tonna pillani bitta joyda o'zidan joriy qilib qo'yapmiz hozir. Bugun bu yerda ipak qurti faqat bahorda emas, yozning jazirama kunlarida ham erta bahordan kech kuzga qadar parvarishlanib, yuqori hosil olish imkoniyati yaratilmoqda. Bu qanday uddalanilyapti? Asosiy yechim innovatsion yondashuvda. Ipak qurti tuxumdan chiqqan birinchi kundan boshlab pilla uraydigan davrgacha barcha agrotexnik jarayonlar ilmiy tavsiyalar asosida tashkil etilmoqda. Harorat va namlik nazorati, parvarish jarayoni, sanitariya talablari va oziqlantirish tizimi har bir bosqichda aniq hisob-kitob bilan olib borilmoqda. Yaqin yillarda 2 ta mavsumga o'tdik, keyin 4 ta mavsumga o'tdik. Mana shunaqa qilib kelyapmiz. Endi mana bu yil erta bahordan boshlab birinchi mavsumda o'tkazgan bo'lsak, uning orqasidan may oyida ikkinchi mavsumni boshladi. Ikkinchi mavsumdan keyin mana 3-mavsumda hozir mana yoz iyul oyida
3 mavsumda yangi texnologiya bilan boshladik. Yangi texnologiyamizda birinchi marotaba men ham shu konveyer usulda boqib jonlantirib boqib kelyapman. Samaradorligi bitta joyda o'zida masalan 100 korobkani aylantirib ham urug'ni qo'yaman, ham ketma-ket kunma-kun chiqarib, kunma-kun bir korobkadan olib chiqarib turib urug'imizni mana endi hozir kichik yoshlarida boqib parvarish qilib, hozir 5-yoshga o'tdik. Bir oyda ichida, avvallari bir oyda bitta mavsum o'tkazgan bo'lsak, hozir mana bir oyda ichida o'zi 100 korobkani aylantirib chiqaryapmiz. 8-avgustga birinchi pillam chiqadi. Avval endi tashqarilarda, u naveslari tagida shunaqa joylarda boqib nima qilar edik. Unda 80 kilo, 60 kilo shunaqa hosil olardik. Mana endi hozir bir korobkadan o'zi 100 kilo atrofida hosil olsa bo'lar ekan. Eng muhimi, avval pillachilikning asosiy muammosi hisoblangan ozuqa bazasiga yangi yechim topildi. Yosh tut plantatsiyalari barpo etildi. Yangi unib chiqqan ko'chatlar va intensiv usulda yetishtirilgan tutzorlar tufayli mavsum davomida sifatli barg zaxirasi shakllantirilmoqda. Bu esa ipak qurtini uzluksiz oziqlantirish imkonini beryapti. Natija qanday? Ikkinchi mavsumda avvaliga 6 ta qiz bilan boshladim. 6 ta ayol bilan boshladim. O'zimni qizlarim keldilar. Undan keyin mahalladan jalb qilib turib, hozirgi kunga kelib 18 ta ayol bilan uyda o'tirgan ayollarimiz, qizlarimiz bor. Shular bilan ishlayapmiz. Bularda oyligini 3 milliondan qilib belgilandi. Bular hozir avanslarini o'rtada avans berildi. Bundan buyog'i mana oilalarini olib kelishyapti. Hozir men shu o'zim tajribamdan kelib chiqib 18 ta ayol bilan ishlayapman. Yetishtirilgan hosildan ham bular manfaatdor bo'ladi endi. Kilosiga 40 mingdan olamiz. Men shuni tushunib yetdimki, buni ozgina joydan ko'pgina hosildorlik olish imkoniyati bor ekan. Shu yangi texnologiyada men shuni qilib ko'ryapman. Mana endi buni hozir agar biz mana kuzga borganimizda balkimiz sal nima bo'lib qoladi. Agar qishda ham balk bo'lsa, yil 12 oy ipak qurtib boqib daromad olishni imkoniyati bor ekan. Men hozir shu ustida o'ylanyapman yana. Men shuni barcha pillakonlarga tatbiq qilar edim. O'zimning tajribamdan kelib chiqib, bir ular ham qilib ko'rsa, o'zlari shunday qiziqib daromad olishni nimasiga tushib qolar ekan. Yoz mavsumida. Mana gradus ko'rib turibsiz, lekin ichkarilarimiz mana ventilyatsiya bor, konditsioner bor. Hamma yo'g'imiz joyida. Barglarimiz bahorda bir kesib olganimizdan keyin yana yangi chiqyaptimi? Yangi barglarni berib, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hozir shuni qilyapman endi. Andijonlik Kumushtola ijodkorlaridan yangilik, mamlakatimiz mustaqilligining 35 yillik to'yiga kumushtola yetishtirishda yangi innovatsiyani amalga oshirmoqda. Sinovdan o'tgan pishiq puxta reja mana o'zini ko'rsatmoqda. Olinayotgan hosildorlik esa bahorga nisbatan 45-50% ga yuqori mo'l hosil demakdir. Avvalo bir yilda 2 marta pilla yetishtirish bilan cheklanib qolmasdan ishlab chiqarish davrini bir necha oyga uzaytirish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Demak, pillachilikdan mavsum emas, texnologiya hal qiluvchi omilga aylanmoqda. 300 gektar yerimiz oladigan bo'lsa, 10 gektarga bittadan qilgan taqdirimizda ham 30 ta shunaqa joyimiz bo'lar ekan. 30 ta qurtxonadan hozir bir kunda 100 kilodan bo'ladigan bo'lsa, bir oyda 3 tonna bo'ladi. 30 ta bo'ladigan bo'lsa, bir oyda u degani 90 tonna pilla yetishtirish degani. Agar biz uni 4 oy, 5 oyga suradigan bo'lsak, 5 oy oladigan bo'lsa, 300 tonna, 350 tonna pillani biz tayyor mahsulot yetishtirishga erishamiz ekan. Hozir mana shu innovatsiya bizga juda ma'qul kelib turibdi. Mana qurtlarni ko'ryapsiz. Har biri bir kunlik farqi bilan olinyapti. Buni yana afzallik tomoni oldin qurt baqish jarayonida qandaydir bir xatolikka yo boshqaga duch kelib qoladigan bo'lsangiz, bu yildan keyin mashimalda to'g'rilayman degan xato to'g'rilashga 1 yil 365 kun vaqtimiz bo'ladi. Bunda mana bu 3-yoshda xatoga yo'l qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, bir kun oldingini to'g'rilab qo'ysangiz, yana shunday mahsulot to'g'rilanib, chiroyli holatda chiqib ketaveradi. Birinchi mavsumda o'zida mana oddiy Paxtavod tumanimizni misol qilib keltiradigan bo'lsak, Paxtavod tumanimizda 5623 qutidan 337 tonna
pilla xom ashyosini yetishtirib 100% ga bajarardik bahorgi mavsumda. 300 gektar yerni badalidan yangi texnologiya bo'yicha 150%, 200% gacha oshirish imkoniyati bor ekan. Chunki bahorgi mavsumda shu 35 kilo, 40 kilo, 300 ta, 400 ta xonadon qilib o'rtacha kiloyimiz 35-40 ga to'g'ri keladigan bo'lsak, yangi texnologiyamizda 40 gradus issiqlikda 65-70 kilogrammgacha yetkazib beryapti. Mana avgustga o'tgandan keyin mo'tadil yaxshi ob-havo bo'lib qolsa, buni hosildorligi yana ham yuqori bo'lib, yana ham ko'tariladi. Bu esa faqat hosilning ko'payishi degani emas. Bu yangi ish o'rinlari degani, bu aholi bandligi yanada oshishi degani, bu pilla qabul qilish, saralash, quritish, ipak kalavasi ishlab chiqarish va tayyor mahsulot tayyorlash zanjiri uzluksiz ishlashi degani. Ya'ni qo'shimcha qiymat yaratiladigan butun bir sanoat zanjiri shakllanmoqda. Bugun davlat tomonidan pillachilik sohasiga berilayotgan imtiyozlar ham bu jarayonni yanada rag'batlantirmoqda. Oldinlari mana uylarimizni kirib, baqib, qurtdan keyin remont qilardik. Yana xarajat, ustiga yana xarajat bo'lardi. U uyni qilib ko'chib kirganimizcha kuz bo'lardi. Endi mana shu sohaga mana o'rgatib, prezidentimiz shuncha yangilik qilib, ixtiro qilinglar dedi. Shu sohada chin ko'ngilda o'rganish harakat qildim mana. Qiluvdim mana o'zim bir chekkadan qilyapman. Juda yengil bu ishimiz. Tashqarida baqib qo'ysak ham bo'lar ekan, chiroyli qilib turib. Uni ustiga mana qo'shnilarimiz men ish bilan ta'minlayapman hozir mana 7 ta ayolni. 2 ta bak kesuvchim bor. Bahni kesib olib kelib beradi. Ulardan kelgandan keyin biz shunday baravar bahni qirqib tayyorlab, mana etap qilib bahyapmiz. Oldi qurtim mana doholisi bostirishga bah tushadi mana mashqurtimizga mana. 7 dan bostirishga bahyidi. Mana onisi mana bugun uflaydi. Ashuna qilib etap qilib bahyapman. Bir tomondan pillini qilib chiqaraveraman. Qurtimiz mana kecha kelgan. Buni endi o'rniga bunday olib ketyapman mana. Mana har qalay mablag'imizga mablag' qo'shilyapti. Har kuni borib pulini olib keldim mana pillaxonada. Mana 40 mingdan dedi, 38 mingdan pul to'ladi. Shunday borib turib pulimni olaman. Yana kelib yana ishchilarni chaqiraman, ularga kunlik pulini beraman. Yana daromadimga daromad qo'shaveraman mana. Ikkita joyda tashkil qilgan bo'lsak, birinchi joyimizda 18 ta odam ish bilan ta'minlangan, bu joyda 10 ta. Paxtavod tumanimizda 300 gektar tuzor bo'ladigan bo'lsa, u barcha hududlarda joylashgan. Biz mart oyidan boshlab barcha hududlarda shuni bir 40 ta, 50 ta joylarga shunaqa ko'rsatishlarni qilmoqchimiz. Hozir 50 ta joy qiladigan bo'lsak ham, har bir joyda bir o'rtacha 10 tadan ishsizlarni shu ishga yangi texnologiya jalb qiladigan bo'lsak, 500 ta odamni 6 oy, 7 oy ish bilan ta'minlab, bandligini ta'minlash bilan erishamiz ekan. Buni eng yana afzalligi buni ilmiy yondashadigan bo'lsak, oz joyda ko'p hosil olish, kam mehnat, ko'p samarasi yaxshiligini isbotlayapmiz. Endilikda muhim savol tug'iladi. Agar bu tajriba o'zini to'liq oqlasa, nega uni boshqa hududlarda ham joriy etmaslik kerak? Nega pillachilikni faqat mavsumiy tarmoq sifatida emas, balki yil davomida daromad keltiradigan zamonaviy agrosanoat yo'nalishiga aylantirmaslik kerak? Andijonlik kumush tola ijodkorlari aynan shu savollarga amaliy javob bermoqda. Chunki bugun ular faqat pilla yetishtirmayapti. Ular pillachilik haqidagi eski tasavvurlarni o'zgartirmoqda. Zero yangi O'zbekistonda taraqqiyotning asosiy mezoni ham shu. Ilm bilan an'anani uyg'unlashtirish, innovatsiya orqali samaradorlikni oshirish va oddiy mehnatni yuqori daromad manbaiga aylantirishdir.